Assalomu alaykum Oybek ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, bozor obzor ishqibozlari. Akalar, biz bugun Namangan viloyati Kosonsoy tumani Tergach qishlog'ida joylashgan chorva bozoriga yetib kelganmiz. Akalar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha mana bunday yosh buqachalarning narx-navolari, xudo xolasa hammasini yoritib borishga harakat qilamiz. Akalar, videoni davomida bittadan like bor, kuzatib borishda davom etinglar. Akalar, barchamizni xotira va qadrlash kuni bilan chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Bugungi ulug' ayyom kunlaring hammalaringga muborak bo'lsin. Hop, akalar, men ozgina vaqtlaringni olaman, faqat o'tkazmasdan ko'rasizlar. Narx-navo tashadimi, ko'tarildimi deganiga tashlagani boshqa bo'lgani yo'q. Endi ayrim hollarda siz oldin olgan molingizga nisbatan arzon mol chiqishi mumkin. Nimaga degan savol bor. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Nimaga degan savolga akalar, mollar bozorda hunuklashib ketdi akalar. Shuni hisobiga arzon bo'lishi mumkin hunuk mol akalar. Tushuninglar. Chiroyli mol arzon emas. Xudo xolasa video davomida ko'rib olasizlar. Sizlarga batafsil yana videoda bir video qilib tushuntiraman. Xudo xolasa bir alohida mavzu qilib, aktual mavzu qilib gaplashamiz. Hozir bir videoni obzorini ko'ringlar. Yoqsa like bosib qo'yasizlar. Kim qayerdan kuzatyapti? Musofirdagi akalar, Alloh taolo ishlaringga xayr barakatlar bersin. O'zbekistonda yurgan akalarimning ham ishlariga Alloh taolo barakalarni bersin. Aka, Bash akam videoga chiqaraman deb kelaveradi. Unda qani boshladi xudo xolasa. Shu ko'rsatib turgan nech pul bo'ldi aka? 92 so'm yo'q deyapti. 9200 ming so'mga berilmayotgan buqa. Bo'ylari 80 atrofida. Maash akam savdo qilyaptilar. Ularga berib. Yo'qmi, men turadi. 9200 ming so'mga berilmayapti. Bo'ylari 80 atrofida chiqadi. Akalar, yosh buqachalari bor, lekin qani ko'ramiz go'zallarni qanaqa narxda. Aka, assalomu alaykum. Bo'ldi, eshidan tepasi chiqadi. Hech qildi. Uyolmang, o'g'irlik qilganingiz yo'q aka. Aka, nech puldan narx aytyapsiz? 8,5. Seni yopishtirib bo'laman aytaman. 8,5. Kami bor. Ozgina kam bor ekan. Banolarichi? Bor 10 milliondan. 10 milliondan kami bor deyishyapti akalar. Ularning ham kami bor. Nomer qoldiraylik hozir. 94. 303 77 91. Kami bormi? Bor. Qancha kami? Bor-da. Kelishtirib berasizmi axir? Bo'ldi, akalar ikrosi nomerlarga aloqa chiqarib. Konkret qilib, cho'lasini olganga nech puldan beraverasiz? Bo'lsa 9dan beraveramiz. O'tib berar ekansiz, demak-a. Joningiz sog' bo'lsin akalar. Xudo xolasa shunaqa narxlarda bozorda ham tortishib talashib sundiramiz. Xudo xolasa like'larni bosib qo'llab turinglar. Aka, hormang, nech puldan narx aytyapsiz? 8,5 deyapti aka. 8 millionlik buqa bormi bozorda? 8 milliondan kami bor. Akalar, mana 8 million so'm kami bor deb chiqdi. Orqa bosh holati yaxshi, endi joni maydaligi bor. 8,5 mi? 8,5 dan kami bor. 8 million 500 ming so'm. 8 million 500 ming so'mdan. Endi mollarda old tarafdan ham bir qatorni ko'rsatamiz. Lekin men mana shu buqani arzonsiradim. Aka, 2-15,5 yo'q deb o'ylab yetkazib beraman. Toshkentga ham yetkazib beraman. Iltimos videodan orqa ko'rishsin. Akalar, haliga bo'ladigan menga mashina ovozi konkret ekan. Bo'ladigan ishni qilgan yaxshi. Hop, aka nomer qoldiraylik unda. 88lik. 88lik. 572 0407. Akalar, bemalol aloqa chiqarib, shunaqa arzoni ko'p bo'ladi. Bor aka, soni cheklanmagan miqdorda bor, har turdan bor. Akalar, mana 8 million pastda buqacha so'raganlarga ali nomer saqlanib qo'yib aloqaga chiqarasiz. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Ahrar aka, yaxshimisiz? Sog'lik jadam. Nech bosh aka? 5 bosh. Holatiga qaranglar. Mollarda akalar. Arar aka, nech puldan narx aytyapsiz aka?
Mana shuni 12,5 deyapti. Hop, 12,5. Buni gibrid ekan, shvedga urug' qo'ygan ekan. Hop. Oyoq qo'llari ham vashigan kerak. Narxini aytaymi, yana bir aylantirib ko'rsataman. Hop, mana ikkovi. Hop. Mana kerakchi 12,5 kam. Bu ham 12 kam. Buni ham 12 kam. 12 kam. 13,5 kam. 13,5 kam. Bu ham 13,5 kam. 13,5. Endi mollar bir qator ko'rsataman. Mana molning orqasi boshqacha ekan lekin. Mollarda bo'y basti primerni biru 5 uyluslari ham bor, birdan bir atrofdagilari ham bor. Mana biri 7, mana biri 5. O'lchaydi. Mana 1 metr. Shunga 1.5 uylusini aytyapman-da. Metrga adashmasa ekansiz. Ko'zam ancha pishib qoldi Ahrar aka. Nomer qoldirib lekin 94li. 94. 493 493 87 ikkita rossiyskiy chorni pestra ham bor. 87. Juda katta, ha. Katta variantida. Vash udoridan bor. Akalar, toza paroda so'raganlarga mana shu nomerga aloqa qilsalaring bemalol videosini tashlab beraveringlar. Yoqsa olasizlar, yoqmasa xafa bo'lmish shu aka. Bozoringiz bersin. Rahmat. Kamini chiroylab qilib berasiz, o'zingizga o'xshab, dangal bo'lib. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, Baxtiyor tog'a hormang. Nech pulga keldi? So'ramayapti, 13 million kami bor. 13 million so'm kami bor deyishyapti akalar. Bo'ylari bir ulis variantda. Lekin mol sifatiga degan joyiga u darajada sifatli emas, osmon variantda akalar. Mana yana shu tushuntirmoqchi bo'lgan gapni gapirib ketaman, qaranglar. Bozor arzonladi, salpal degan odamlar uchun akalar buni mol baribir arzonda. O yerda ikkita oz chiroyli molga olib boraman. 27 million savdo qilsam bermadi. 28 million bo'lsa beraman. Bo'yi 1 metr keladi. Lekin mol chiroyli. Shunday gap bo'layapti akalar, agar tushunayotgan bo'lsangiz. Aka, hormang. Yaxshimisiz? Nech pullar qaytyapsiz? Boshqa bo'lsa 10,5 bo'pti sen. 15 dan kamlayman. 10,5 beryaptimi? Men shu govdasi yaxshiligiga arqoni padarka oldim. Mana o'ynab turganiga ishqoz bo'ldi. Bitta juplab bering. Govdan imon olaylik deb ishqoz bo'lyapti. Nega? Nech pullar qaytyapsiz aka? 12,5 kam bor deyapti. Kam bor deyilyapti. 10,5 dan 11 gacha o'rtasida bo'lyapti. Boshqa bo'lsa qarang. 10,5. Barakasini bersin. Chesni o'zim turgan, boqyapti hali qilib. Boqib o'ynab turgan. Umidjon aka, nech pul aka? 14,5 million polvon. 14,5 million so'm savdosi bo'lyapti. Sen bilan 15 ustida deyapti. Jiyanga olib beryapti. Akalar 15 ustida deyishyapti ekan. Shuni. Ko'ringlar. Mana shu omolam endi shunaqa narxga ketyapti-da akalar. Bo'yi yaxshi 15 10 hali. Mana sizdesin. 18 dedi, 16,5 bermadim. O'ybaga skorchi. Bo'ladi endi. Yaxshi. Halol maslahat. Hozirda endi bozorning holati yaxshi-da, ko'ryapsiz, narx-navo arzon. Halolni o'zga ayting, O'ybagus. Bozor holatiga qarab yaxshi aytyapman-ku, bozor arzon bo'lmayapti. Polvon, yo'lga yur. Hoji aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bering bu akalarga. Dehqon akalarga bering. Zo'r tanishimiz, lekin men dehqon tarafman. Bering aka. Yuralla beraman. Nima shunisi yerganmi? Yursalar berasizmi? Yursalar. Nima? Qancha bo'lyapti? 15 millionga ham bermaganman. Sizni hurmatingizni olib beraman. 14,5 to'y aka. Joningiz sog' bo'lsin. Umidjon aka endi labis qilasam yuring. 15 ga birovga beraman. Hoji aka. Men 5 qo'limda bilaman. 15 ga o'zlarga. Ho, men mart o'ynaysanmi? 100 ming so'm sadaqa beraman. So'ramayman. Kelinglar yo'lga yuringlar. Ming bo'lsa so'ramayman. Ishni bitiringlar, gapiring. Gapiring. Gapiring hoji aka endi oxirigacha. Asha bilan surishga o'rgatasan. Sinasada. Bo'g'daliyligiga qiziqdik, polvon. Yemasa, ichmasa ayb bo'lsa. Ho, men uni mart o'yna. Nech pulga berasan? Siz gapiring. 14 million 600 ming.
Ey, gapiring ichimdan topqimay savdogarsiz. Dehqonni o'ylang, ustoz bo'ldi, bering. Mart o'ynayotgan polvon. Savdo qiling, yuring beraman. Shuni yo'lga yur polvon. Naz qiling, beraman. Hop 25 ga qo'shib beraman polvon. Umid aka, o'zingiz butun bo'ling, o'zingizga o'xshab. Men uni mart o'ynaysanmi? Bitta so'rayman. Men ziyonli yo'q o'zim. 300 ming so'm tashlab berasan oldim. Akalar barakasini bersin. Bo'ldirmi? Unaqa polvon. E'lonlansa bo'ladi. Bozor holatiga yomon emasda akalar. Ozgina o'rgatib yemga tashlaversa bo'ladigan holatda. Yerlar akalar. Azizbek aka, bunisini necha pulga berib beramiz? 14 million so'm kami bor narx aytilyapti. Oyoqchan lekin ozg'in variantda. To'g'rimi? Oyoq qo'lchan lekin ozg'in variantda. To'g'risini aytish kerak-da. Molni yeb ichishi yaxshi shekilli, kayfdan qaytarib turibdi. Aka nomer qoldiraylik. 93lik. 93lik. 924 924 87 70. 87 70 raqamlarga aloqaga chiqarsizlar. Buni tagiga serab, xudo xolasa. Akamga sigir, pigir, nima kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar, hammasidan bor. Muhimi halol inson, yaxshi odam akalar. Bozoringizni bersa Azizbek aka. Hop, sekin qo'ldan kelgancha yoritib boshlagan. Aka necha puldan narx aytyapsiz? 15 million so'mdan kami bor deb narx aytilyapti. Endi ko'ringlar akalar. Yo'q. 15 million so'mdan kami bor degan. Hop. Aka savdosi bo'ldimi? 11 million so'mdan savdosi bo'pti aka. Alloh taolo barakasini bersin har bir chorvalarga. Aka o'tiringlar. Hop, akalar. Necha pulga keldi, tog'a? 12,5 million so'm savdosi bo'ldi. Siz necha pul narx aytyapsiz? 16 million so'm narx aytyaptilar akalar. Bozor arzonmasa baribir hamma tashadi, tushadi degani bilan ko'ring. Ona mollardan 15 dan kam bor. 11 danga bermayaptilar ashmollarni. Alloh taolo har bir savdogarlarda, har bir chorvadorlarning chorvasiga baraka bersin. Muhimi gap baraka bo'lishida akalar. Qo'ldan kelgancha yosh ko'chatlarda yoritib bo'ldik deydi akalar. Endi yo'da taroz tarafga o'tib boramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana shu qilib sifatli mollarimiz bor ekan. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sog'lik joydami? Nech bilan narx aytyapsiz? Ya, siz tushmaysiz? 15 dan nech pul savdosi bo'ldi? 13 dan savdosi bo'pti akalar. Aka, assalomu alaykum. Nazariz yaxshimi? Sog'lik joydami? Har doimgidek shved ishqibozlari bo'lsa akam tanib olib kelaverasizlar bozorda ham. Sizni videoda ko'ramiz, sifatli mollarni sotarkansiz, deb kelsa sotadigan narxingizdan ham 200 ming tushib berasiz, xo'pmi? Akalar xudo xolasa mollarni yaxshisi, imkon qadar yaxshisi akamda bo'ladi. Bozorga kelganda ham eslab qolinglar, xudo xolasa kelsalar, ishlarni bitirib berarlar. Aka nech pul narx aytyapsiz? 15 million so'm narx aytilyapti akalar. Molning orqasiga bitta e'tibor berib qo'yasiz, stoykani ko'ringlar. Savdosi necha pul bo'ldi? 13 million 300 ming so'm. Realniy savdosi bu 15 millionga bermayapti ekanlar akalar. Molni holati, sifatini o'zlaringiz bilib turibsizlar. Ismlari Jahongir, kelaverasizlar bemalol. Nomer qoldiramizmi? Endi shuncha gap gapirib Jirilari ham bor. Shunga aytayapman-da, mobil aloqasi 93lik, hop. 497 497 0793. 0793 barakasini bersin aka. Nech pul narx aytyapsiz o'zimda akam? 18 million so'm narx aytilyapti. Bo'ylari Oybekjon, sizlarning bo'ylari biri 15 atrofida keladi, biri 10 dan baland ekan. Shunaqa atrofida akalar. Qancha 18 deysizmi? 18. Nech pul savdosi bo'ldi? 16 million so'mga 200 ming kam, lekin bizak chiroyli ekan. Narxi ham chiroyli bo'lyapti ekan akalar. Mana yelkani ko'ringlar. Yelka akamda Boqsov arziguli mol akalar. Tavsiya berib qo'yamiz. Aka nomer qoldiramizmi? Gapiring. 94li 508 27
93 91 akalar. Yelkani ham ko'rib turibsizlar, janob. Sifatli mollar akalarda bo'ladi. Bemalol Alloh qaytib ko'rasizlar. Qaysi mol savdo bo'lyapti? Nech pul tog'a? 12 million. Aka menga qarangda, Andijonlikga bitta salom aytib qo'ymaysizmi? Bo'ldi, salom. Ayting Andijonliklar, salom deng. Andijonlik akam savdoni qattiq qilyapti. Bu aka Namanganda deyarli hamma bozoriga boradi bu aka. Mana shu yerdan olib ketib yaxshi foydasini sotib yurgan akalardan akalar. Nech pul savdo bo'lyapti dedilar? 12 million so'm savdo bo'lyapti shu Beeline akalar. Ko'ringlar. Baragasini bersin deymiz, nima deymiz? Akalar yosh buqalardan qilayotgan video syomkamizga yakun yasaymiz. Qo'ldan kelgancha yoritib borishga harakat qildik. Oybek Yildidan like'larni bosib, obuna bo'lish tugmalarini bosib turasizlar akalar. Xudo xolasa, videoda yaxshilari bo'ladi.